O qanday yaxshi shuncha ko'p obunachilarim. O mazza. Qo'rqmanglar, o'zinglarni bosinglar qishloqlar. Biz sizlarni qutqarishga harakat qilamiz. O konfet, pirashki, o muncha shirin. Qo'rqmanglar qishloqlar, hammasi yaxshi bo'ladi, hijolat bo'lmanglar. Oh, oh, mm, oh. Barcha salom, men Kompot. Bizning yangi videomizga xush kelibsiz. Soat necha bo'ldi? Nima? Soat уже 11 bo'ldi. Ha, doimgidek uxlab qolibman. Hay, hamaylar qanaqadir tovushlar eshitilyapti. Haldan beri ko'chada tushunmadim. Hamaylar ularga e'tibor bermay qo'yaveraylikchi. Hozir qornim juda ham ochib ketdi. Ovqat yeymiz. Xo'sh, nimalar bor ekan? Menimcha ovqatimiz uncha yo'q ekan. Ha, davay shashlik olib yeymiz. To'g'ri, zo'r ideya. Unda ozgina 3 minutimiz olamiz. Shashlikka ketdik ko'chaga. Nima? Hamma tinchlansin, iltimos. What the fuck? Qanaqa chuqur nima bo'ldi? Kimdir tushuntirib bersin. Nima? Qishlog'imiz nega bunaqa bo'ldi? Tushunarsiz. Nega yo'llar qani? Nega bular stavomi? Endi turibdi, nima qimonlayapti? Nima qilaman? Iltimos tushuntiringlar, iltimos. Menga hozirroq tushuntirib beringlar. Hech kim qo'monlamasin, iltimos. Kimdirlar mana buni oxirgacha chiqib, anga qilib qo'yishibdi. Bedrockgacha chiqishibdi va shunaqa bo'lib qoldi. Iltimos, hech kim qo'monlamasin. Bo'lmasam uylarda hammasi tushib, hamma o'lib ketadi bekor. O'shunga hech kim qo'monlamasin, iltimos. Qo'monlamashingizni so'rab qolamiz, iltimos so'raymiz. Bizni kim qutqaradi? Biz shu yerda qolib ketaveramizmi? Bizni qutqaringlar, iltimos. Qaranglar, hamma turibdi, yordam beringlar, iltimos. Biz yordam bera olmaymiz, chunki biz u yoqqa borsak, ozgina endi qilsak ham biz ham tushib ketamiz bekordan. Shunga endi qila olmaymiz. Kimdir o'zi qishloqlar yordam bersin yoki kimdir yordam berish kerak. Sen igroksan, to'g'rimi? Bu sen yordam ber hammaga, iltimos. Men qanday yordam beraman? Men oddiy o'yinchiman, xolos. Hech qanday yordam bera olmayman. G'alati, hamaylichi. Iltimos, yordam ber. Biz bora olmaymiz. Iltimos, bizni ham tushir, iltimos. What the fuck bo'lar? Endi nima qilaman? Hayronman, qanaqadir o'yinchimi? Qarichi kimdir bedrockgacha kavlabdimi? Shunaqa deyapti. Hayronman. Nima? Tushunmadim hech narsaga. Bizni uyimiz ham hukmlashini ko'raylar bo'lar. Mayli, xo'sh, izimlarimizni solib qo'yaylik, qaytib joyiga. Хорошо. Endi esa nima qilsam bo'ladi? Hayronman, nima qilishim mumkin? Nima qilsam bo'ladi? O'ylanish kerak. Hali qancha hamma qishloqlar qutqara olamanmi? Hayronman. Qanday qishloqlar qutqarsam bo'lar ekan? O'zi nechta? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ta. Bo'lar 10 ta. 10 ta uyga kirishni o'ylayapsanmi bo'lar? Bunchani qutqarish juda ham katta muammo. Xo'p, mayli, sandig'imizda yo'q, blok ham yo'q ekan sandig'imizda. Nima qilaylik? Hamma sandig'imizda o'sha suv bor ekan, suvni olaylikchi. Хорошо. Unaqa narvon bor ekan qo'shnimning uyida. Хорошо, sekin. Opa. Хорошо, sekingina. Bo'lar. Beringlar. Qishloqlar, hozir yordam beraman. Iltimos, kutib turinglar 5 minut. Hozir qo'shnimning uyiga kiramiz sekingina. Bo'lar qo'rqinchli. Sekin. Salom, qishloqqa yaxshimisan? Yaxshi, Kompot, iltimos, tezroq menga yordam ber. Men qo'rqib ketyapman, juda ham iltimos. Xo'sh, nima qilamiz? Hozir o'ylaychi. Xo'sh, nima qilsam bo'ladi? Eshikdan yo'q bo'lmaydi. Aynagan zo'r ideya keldi. Senda ozgina blok bormi? Berib tura olmaysanmi? Ha, bor, men ola qol. Ikkita blokdan boshqa yo'qmi? Qanaqadir yo'qmi? Mayli, bizda kirka yo'q, mayli. Xo'sh, sekin aynakni buzamiz. Xo'sh, mayli. Qishloqqa tushunayapsanmi? Men aytganimdek hech qayerga qaramasdan sakraysan, xo'pmi? Bo'lmasam hozir sekingina oppa! Bo'la sekin endi suvni quyamiz. Хорошо. Xo'sh, sekin. Yana. Yaxshi. Sekinlikman. Oppa. Bo'ldi. Yaxshi. Qishloqqa o'tib oldik bir amallab.
Yaxshi kompot, qahvalarni ham qutqarsang yaxshi bo'ladi, iltimos. Sen bu yer blokman qurma, bo'lmasam uylar tushib ketadi. Hozirroq temir blok yoki almas bloklarni ham qursang yaxshi bo'ladi o'shunda. Nima, temir, olmos? Qayerdan topaman men olmoslarni? To'xtanglar, merning uyida bor, albatta merning uyida bor. Sekingina borishim kerak. Mayli, qushoq sen shu yerda turib tur. Hozir qo'yib oldik. Sakraymiz. Хорошо. Qishloqlar sizlar ham ana u yerga o'tib olinglar. Mana suv qo'yib qo'ydim. Ehtimol qarshi mana sekingina agar suvga tushib ketmasinglar uchun suv o'tarsizlar bo'libdi. Bo'lmasa men parkurman, sekin o'taman. Let's go, sekingina parkur o'tamiz. Mayli, sizlar o'tinglar. Опа, хорошо. И parkur. Yana bitta iltimos sakra. Хорошо. Bo'ldi, sekingina. Mer. O kapot, meni qutqargani keldingmi? Rahmat, yur tezroq. Iltimos, hozir tushib ketadi. Ha, sizlarni qutqargani keldim, qo'rqmanglar. Hozirgina mer sizning sandig'ingizdan ozgina izimrud va almazizo olib turibman. Meni pullarimga tegma, bu meni pullarim. Mer, iltimos meni tushuning, qishloqlarni qutqarish kerak. Qishloqlarning o'rniga shu pullarni tanlaysizmi? O'ylang. Men albatta pullarimni tanlayman. Ber pullarimni. Agar bularni bermasangiz men hammasini ritoman, vashik ko'rmaysiz keyin. Ha, mayli. Bu qorolingiz yaxshi bo'ldi. Hozir to'xtab turing. Endi esa sekingina mana bu joydan yo'l qilib qo'yapman. Sekingina o'tib olinglar. Mana yo'l. Sekin o'tib olib, u yerdan sakrab o'taverasizlar. Men ham endi qara shunaqa o'tasizlar, tushundinglarmi? Xo'p, bo'lmasam keyingi qishloqqa ham o'tish kerak bo'lar. Sekingina o'tamiz. Mana bu yerga sakrab. Sal qoldi. Sekin mana bu uyga kirishimiz kerak. Sakraymiz, parkur. Sekin. Qishloqqa men seni qutqargani keldim. Yur, tezroq bo'l. Chiqinglar, tezroq. Yo'q, men parkur qilishdan qo'rqaman. Yo'q, men yaxshilikcha shu yerda qolganim yaxshi. Parkur qilishda nimasi qiyin? Mana bu yerda sakraysan, mana bunda sakraysan va mana bunda sakraysan. Oson-ku. Yo'q, men yaxshilikcha shu yerda qolganim yaxshi. Mayli, sizlarga hozir yo'l qurib beraman. Hozir sekin. Bo'ldi, bemalol o'taveringlar. Sekin tepaga chiqalicha yana kimdirlar bordir balkim. Hech kim yo'q ekan. Bolalar, qaranglar. Tepadan juda ham qo'rqinchli ko'rinar ekan. Qo'rqib ketyapman o'zim ham. Mayli, nima qilamiz endi? Sekingina tushishimiz kerak. Va sekin ana u yerga parkur va yana parkur. Хорошо, hamma ketib o'tibdi. Tinidi. Holati tinidi. Mayli, olib olamiz o'zimizman. Lopatka ham olib olamiz ehtimolga qarshi. Sekin izimlarni qo'yib ketamiz. Хорошо, sekinlik bilan. Bo'ldi. Endi keyingisiga mana bu uylarga sekin borib olaylik. Хорошо. Bo'ldi. Хорошо. Tezroq chiqinglar. Bo'linglar. Tezroq yuringlar, iltimos, tezroq. Hozir katta aytirib qo'ying, bo'ldinglar. To'xta. Qishloqqa nima bo'ldi? Nima demoqchisan? Kapot, iltimos, meni itimga yordam ber, iltimos. U juda ham muhim, iltimos. Qaysi it? Hozir ko'raylik, qayerda u iting? Ana ekan. Ana bu yerda turibdi. Hozir yordam beraman. Sekinlik bilan tushib olamiz. Хорошо, sekin. Hozir men senga yordam beraman. Qo'rqma, it, qo'rqma. Qaranglar, muncha shirin itcha. Yaxshi, mana qo'yamiz. Mana bu yerdan bemalol o'taverasan. Bo'ldi, o'taveradi o'zi. Sekin. Sal qoldi tushib ketishimga. Sekin. Bo'ldi. Хорошо. Endi esa tezroq chiqib ketinglar, bo'linglar, tezroq hamma chiqsin, bo'linglar, tezroq. Mayli. Endi keyingisiga borib turishimiz kerak. Sekinlik bilan sekin. Tezroq kompot, hozir qulab tushadi hammasi. Yo'may. Hozir tushib ketishimiz sal qoldi. Sekin. Hozir tezroq bo'lishimiz kerak. Tezroq. Bu uy yopiq ekan polni. Hozir mayli, buzdik. Хорошо. Sekin bu uyga o'tib olamiz. Bu yerda hech kim yo'q. Blok. Yaxshi. Хорошо. Tezroq qishloqlar jiringlar. Tezroq mana bu uyda kimdir bormi ekan? Ko'rish kerak. Хорошо.
kim bor ekan? Yo'q, bu yerda hech kim yo'q ekan. Qani bu yerda-chi? Xo'sh, sekin hozir tepasidagi blokni buzib olaylik. Хорошо, tezroq. Bu yerda kimdir? Ikkita odam bor ekan. Tezroq bo'linglar, tezroq chiqinglar. Hozir sekin bo'linglar, hamma. Tezroq bo'linglar. Sal qoldi tushib ketishimga. Tezroq hamma bo'linglar, hamma chiqib o'tibdi. Bo'ldi, hamma chiqib o'tdi. Endi esa voy, bilmasdan qilib qo'ydim. Hammanglar ish qilib yetaylikda. Shu bo'ldi. Endi esa suvman. O'xshadi. Tezroq tepaga chiqish kerak. Bu yaxshi ham lopatga olganni. Хорошо, buzamiz. Chiqdik mana. Nima bo'lyapti? Hammasi buzilib ketibdi. Qaranglar. Yaxshi ham chiqib qoldik. O'zi ham vaqtida ulgurib qoldinglar, bo'lmasam tushib ketgan bo'lardinglar hammanglar. Juda ham kattakon rahmat, Kompot. Mayli, hech qilsa yo'q. Hammanglar bo'la, o'zi ham juda ham yomon kun bo'ldi bugun. Agar yana 1 soat yo ozgina uxlab qolganimda nima bo'lardi? Vaqtida ulgurib qoldik. Agar ozgina uxlayman deganimda yana nima bo'lardi? Shuni o'ylasam, yomon bo'lgan bo'lardi, lekin zato uddaladik, qaranglar bo'la chuqurligini. Hammanglar zato uddaladik-ku, eng muhimi shu, to'g'rimi? Bola, ish qilibsiz ham uddaladik-ku. Yaxshi. Hammasini uddaladik. Juda ham yaxshi bo'ldi, o'zi ham bor-u. Bola, kanalimizga like va obuna bo'lib qo'yishni unutmanglar va kanalimiz tezroq 1000 taga yetishi kerak. Shunga podeshga kirsanglar juda ham katta xursand bo'lasiz edim. Sizlar men Kompot bo'lim. Keyingi videolarimda ko'rishguncha hammaga xayr.